Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana bugungi akalar sizlarga birinchisiga bo'g'ozxona ajin sigirlarimiz bor. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Bir boshdan hammasini qisqacha qilib ma'lumotini berib o'taman. Sizlar bitta padeshga shu ekranga like bosib akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu videoni maksimal boshqalarga tarqatishga yordam berib olsanglar yaxshi bo'lardi. Oldindan hammalaringga rahmat. Men bir boshdan narx-navosini aytib o'taman. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, skrinshot qilib Telegram, WhatsApp bor nomerimda telefon qilaverasizlar. Mana shu birinchi xona ajinimizdan boshlaymiz akalar. 8 oylik bo'g'oz xudo xolasa mana. 8 oylik. Birinchisiga xudo xolasa bo'ylari 1.13, 18 million so'm ozroq kami bor. Mana bosh qismlari ko'tar, hamma yoqni ko'rsatib o'tadi akalar. Joy tor, shuning uchun bemalol ko'rinmasa rasm videosini Telegramimizga ham tashlab beraveraman. Bu qizil olaxona ajinimiz akalar. Ikkinchisi qizil olaxona ajinimiz 7 oydan o'tgan xudo xolasa bu ham. Bunisi ham oq yelin, tek. Mana bunisi ham ancha idish qo'zib qo'ygan. 7 oydan o'tgan xudo xolasa bunisi. Akalar bunisini ham 18 million so'm ozroq kami bor. Bo'ylari 18, kurech chiqarmagan. Uchinchidagi qoraxona ajinimiz akalar. Bo'ylari 1.20, 1 oydan o'tib qoldi. Novvosga qo'yib qo'ydim buni. O'zim qo'ydim novvosga. Shved toza novvosga qo'yilgan akalar. Videolari bor, novvosga qo'yilgan videolari. Yemoq, ichmoq sog'ligiga garantiyasi bor. Bunisini puli akalar 17 million so'm kami bor. Endi bu yerda akalar ona bola sigirimiz bor. Ona bola so'raganlarga. Ona bola sigirimiz 3-bolasi xona ajin. 6 litr sut olaverasizlar. 6 litr sut olaverasizlar. Yemoq, ichmoq sog'ligiga garantiyasi bor akalar. Yuvoshligiga. Bo'ylari 1.23. Mana bolachasi 3-bolasi xudo xolasa 1 oy. 1 oyga yaqinlashib qoldi bolasi. Bunisini puli akalar 24 million so'm. Kami dastlabkasi ichida vodiy bo'ylar. Endi bu yerda oxirida bitta giganti bor akalar. Bo'ylari 1.25 plyusda 8 oylik bo'g'oz. Oyoq qo'llari ham uzun, baquvvat narsa, o'ta baquvvat narsa. Akalar bo'ylari 1.25 plyusga olaverasizlar. 8-oyga o'tgan xudo xolasa, kuni yaqin. Bunisini puli 22 million so'm ozroq kami bor, dastlabkasi ichida vodiy bo'ylab. Akalar mana 5 ta sigirni tanishtirib o'tdim. Agar kimdir videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsa, akalar padeshga qilib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosmaganlar like bosib qo'ysanglar xudo xolasa akalar. Keyingi videolarda ham narxlarni qo'ldan kelgancha yengil qilib qo'yib beramiz. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa akalar, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. 5 yosh sigirimiz bugunga xudo xolasa qo'yinglar.